Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqovil loyihalaguvchi A. Aqxon. Xudo dinning manbasidir. Biz yuqorida ilmiy o'lchamni asos qilgan, reallikni chiqish qilgan holda din taraqqiyotning mahsuli deguchilarning bu vaqtdagi qarashlarining ilmiy asosga ega emasligini dalillab o'tdik. Din insonlar taraqqiyotining mahsuli degan da'voning yana bir variantida ayrim tadqiqotchilar yuqorida tilga ilingan dinning ko'p xudolik e'tiqoddan shakllanib taraqqiy qilganligi haqidagi fikrlarni rad qilib, insonlarning dastlabki diniy e'tiqod yo'linishining bir xudoga e'tiqod qilishdan boshlanganligi va ko'p xudolik e'tiqodning undan keyin maydonga kelganligida qarashlarni o'ttirg'a qo'yishdi. Mazkur qarash qarmoqqa islom dini ta'limlarida ko'rsatilgan tushunchalar bilan parallel manganda ko'rinsimi, amaliyotda bu qarashdagilarning tavhid, ya'ni bir xudolik aqidasidagi yakunida bir xudolik e'tiqodning manbasini yanada insonga bog'layotganligi hamda buning tagida din insonning ijodiy degan azg'un ideyani ta'kidlayotganligi ma'lum. Albatta, ular diniy taraqqiyot bosqichlari haqidagi bu qarashlarni, shundaqla bu xil isbotlash metodini umumlashtirgan holda islom dinini o'z ichiga olgan barliq samoviy dinlarga o'rtaq tatbiqlamay, insonlarning ijodiy deb muayyanlashtirishga bo'ladigan bir xudolik yoki ko'p xudolik aqidasidagi boshqa dinlarga tatbiqlaganida edi, balkim bu ularning fikrlarini ma'lum darajada yo'lliq deb turishga turtki bo'lar edi. Gerçi insoniyatning bir xudolik e'tiqoddan ko'p xudolik e'tiqodga yuzlanganligi tavhid dinidan iborat bir xudolik dinning asos, ko'p xudolik dinlarning keyingi har turli tarixiy jarayonlar tufaylidan maydonga kelgan hodis ekanligini yakunlagan tadqiqotlar islom nuqtai nazari bilan bir yo'nalishda bo'lsa-mu, ammo bir xudolik e'tiqodning insonning o'zini asli manba qilganligi dinning insonlarning ijodiyati ekanligini aniq ko'rinish qilgan. Xulasa, o'xshashlar dinning xudo tarafidan inson bilan tang borliqqa kelganligidek tupri Allohga xilofdir. Ajablanarligi, taraqqiyotchilik iqimdagilarning qarashlarini o'rib tashlagan va bir xudolik e'tiqodning insoniyatning tunji dini ekanligini, ko'p xudolik e'tiqodning keyin paydo bo'lgan hodis ekanligini muayyanlashtirganlar, ashu bir xudolik e'tiqodning manbasini bekitish va qarashlarni isbotlashda avvalgi taraqqiyotchilik iqimdagilar bilan o'rtaq mavqe tutishdi. Bu nuqtani izohlashda ularning tayangan metodlari farqsiz bo'lib, natijada ular yana shu avvalgi nazariya tarafdorlarining izidan yurishga majbur bo'ldi. Ular tafsilot jihatda avvalgilardan farqli izohlash usulini qo'llansimi, dinning manbasi haqida yakunlagan natijalarda o'xshash edi. Vaholanki, har ikki iqimdagilar o'ttirg'a qo'ygan natijada aks etgan bo'shliqlar, ilmiy isboti mavjud bo'lmagan taxminlar haqiqatan inson tabiatining bir xudolik aqidasi bilan tabiatlanganligini hamda buning insonning qo'lida emas bir ish ekanligini e'tirof qilmoqdan o'ziga chora qoldirmagan edi. Chunki har ikki iqimdagilarning din insonning ijodiy degan bu xulosani o'ttirg'a qo'yishi ulardagi metodologiyalik xatolikning oqibati bo'lib, mazkur yakun ularning xudo mavjud emas degandan iborat oldi bilan dalillab o'tishi va isbotlab o'tishi kerak bo'lgan nuqtani masalaning asosiy tutqis qilib olganligidan kelib chiqqan. Mana bu xil nuqtani bo'ylab ilgirlashlar garchi bir xudolik e'tiqodning ko'p xudolik e'tiqodlardan burun paydo bo'lganligini muayyanlashtirsa-mu, ammo bir xudolik dinning manbasini bekitish masalasida o'rtaq xulosaga keltirib qo'ygan edi. Amaliyotda bu xulosa mazkur tadqiqot egillarining xudo yo'q degan asosda ilgirlashining natijasi bo'lish sifati bilan ular o'zlari oldin bekitib olgan xudo yo'q degandan iborat isbotlab o'tishga tegishlik va munozara obyekti bo'layotgan bir masalani hokim o'ringa chiqarib qo'yib, isbotlashga amalsiz qoladigan xudo yo'q bo'lgan ekan, dinning manbasi cho'qim inson bo'lishi kerak degan ikkinchi bir natijani yakunlab olgan edi. Bu yerdagi pakitsiz natija shuki, mayli antropologiya, ya'ni insonshunoslik sohasi bo'lsin, yoki din tarixi bo'lsin va yoki falsafa bo'lsin, hech biri dinning manbasining inson ekanligini isbotlashga yarg'udak biror pakitga ega bo'lib boqmagan va bo'lolmaydi. Bu nuqtada faqat isbotlag'ini bo'ldig'ini insonning dinni to'qib chiqmoqchi bo'lsa, uni amalga oshirish mumkinchiligi borliqidir xolos. Ammo rostilla dinni inson ijod qilganmidi degan nuqtani isbotlashga kelsak, bu ashu tadqiqot egillarining hech birining qo'lidan kelmaydigan bir ish ekanligi real amaliyotdir. Bu xil ahvolda dinning manbasining inson emas, balki Tangri ekanligini inkor qilish, mohiyatda pakitsiz rad qilish bo'lib, bu haqda doktor Amri Sharif mundaq deydi. Materializmchilar agar
xudo mavjud bo'lmasa undaqda dinlar qanday qilib barliqqa kelib qolgan degan savolga javob berish uchun ba'zi izohatlarni sunishdi. Amaliyotda ular bergan bu izohatlarda oldi bilan xudo mavjud emas degan hukmni hamma qoyil bo'lib bo'lgan bir masala sifatida qarab olib, orqadan mazkur hukmni bo'ylab javob berishga kirishdi. Hatto ular xudoning mavjudligini dalillik o'tirg'i qo'yg'uchi diniy mavqedikilarning faktlarini munozaraga qo'ymadi. Shunga ularning bu masalada tutgan metodi to'g'riliqi isbotlanmagan bir muqaddimaga tayanib natija chiqarish bo'lganlik uchun dogma metoddir. Qaraydigan bo'lsak, ularning din insonlarning ijodiy ekanligiga doir o'tirg'i qo'ygan farz taxminlari xudoning mavjudligiga doir biror musibat yoki manfiy ma'no ifodalaydigan emas. Agar bu materializmchilar rostilla xudoning mavjud emasligini isbotlab beralganida edi, ular o'tirg'i qo'ygan dinning manbasining inson ekanligiga doir farazlar dinlarning manbasi va xarakterini, shundaqla insonlarning o'rtaq tabiati deganlarni tushunishga foydasi tegib qolishi mumkin edi. Yana kelib, ularning dinning barliqqa kelish manbasi haqida bir qator taxmin va farazlarni sunalganligi xudoning mavjudligiga gumon tug'dirgudek biror shubha ilib kelolmaydi. Chunki mavjud dinlar xudoni isbotlash masalasiga nuqul dinning mavjudligini isbotlash yo'li orqali yurish qilmaydi. Agar dinsizlar rostilla xudoning mavjudligi cho'qim dinning mavjudligidan keladi deydiganga biror dalil topib berilgan bo'lsa edi, bu albatta ularning tangriga ishonayotganlarga qarata bir qatimliq qattiq zarbasi bo'lib qolar edi. Demak, dinning manbasiga qarata o'tirg'i qo'yilgan izohatlar xudoning mavjud emasligini dalilmayli qarisiga inkor qiladigan hukmni bo'ylashdan kelib chiqqan dogma farazlar bo'lgan ekan, mazkur farazlarni xudoning mavjud emasligini ko'rsatadigan dalillar qatorida keltirib olish ustilab o'zini o'zi mat qilishdir. Doktor Amir Sharif yana mundaq deydi: mumkinchilikning bo'lishi cho'qim shu mumkinchilik bar ishning reallikda yuz berganligini bildirmaydi. Falsafa sohasi bo'lsin yoki psixologiya bo'lsin va yoki insonshunoslik bo'lsin, hech qaysisining dinning paydo bo'lish manbasini izohlab berilishi mumkin emas. Chunki dinning maydoniga kelish masalasi tarixga qo'yiladigan bir savol. Shundaqla u muqaddas kitoblar ko'rsatgan faktlarni isbotlash yoki rad qilishga tutingan biriga qo'yiladigan savol. Alayliq psixologiya ilmi bizga inson ruhiyatini asos qilgan yo'nalishni va insonlarning bu yo'nalishning turtkisida dinlarni kashf qilib chiqqan bo'lish mumkinchiligini aytib berishi mumkin. Shug'ulisi insonning ma'lum bir ishni qilish iqtidoriga ega ekanligini bayon qilish bilan uning shu ishni rostilla qilganligini isbotlab berish masalasi bir-biriga butunlay o'xshamaydigan farqli ikki ishdir. Bir insonda odam o'ldirish kuchining borligini muayyanlashtirganlik u insonning rostilla odam o'ldirganligini asla bildirmaydi. Shunga deymizki, bir ishga kuchi yetgan bo'lish boshqa gap, kuchi yetganni rostilla qilganligini isbotlash boshqa gap. Bu nuqtadan bir insonning ma'lum bir dinni ijod qilib yasab chiqish mumkinchiligining bo'lishi shu odamning rostilla bir dinni ijod qilib yasab chiqqanligidan darak bermaydi. Psixologlar, faylasuflar va insonshunoslarning eng cho'ng qilalaydigani insonning bir dinni to'qib chiqishining mumkinchiligini isbotlab berish bo'lalaydi. Ammo ularning dinni rostilla insonning paydo qilganligini isbotlab bera olishiga kelsak, bu ularning kasbiy doirasidan halqagan bir ishdir. U yana mundaq deydi: insonning xudoga muhtojligini, inson oladigan foydaning Tangrining mavjudligida ekanligini isbotlaganlik xudoning bor yoki yo'qligini isbotlash bilan munosabati yo'q bir ahvoldir. Acaba birovning yana birovni o'ldirishiga turtkilik omilning bo'lganligi mazkur shaxsning rostilla qotillik jinoyati o'tkazganligini ko'rsatib beradi. Xuddi shuningdek, bir ishning yuz berishiga kerakli turtkining bo'lishi boshqa gap, shu ishning rostilla yuz berganligini isbotlash boshqa gap. Shunlashqa dinning insonga ruhiy jihatdan foydalarni olib kelganligini, dinning insonga tegishli foydalar bor ekanligini isbotlaganligimiz amaliyotda insonning mazkur dinni borliqqa keltirganligiga asla isbot bo'la olmaydi. Yuqoriqilardan mundaq bir qancha nuqtani muayyanlashtirishga bo'ladi. Birinchi, bir xudolik dinning ko'p xudolik dinlardan ilgari bor ekanligi insonshunoslar va boshqa har soha tadqiqotchilari tomonidan kuchli muayyanlashtirilgan. Ikkinchi, din insonning ixtirosi degan da'voda xudoning mavjudligi haqidagi faktlar ustida to'xtalmasdan yoki uning yo'qligini isbotlab etmayla xudoning yo'qligini oldin muayyanlashtirib olish, orqadan xudo yo'q ahvolda dinning mavjudligini qanday izohlash kerak degan bo'shliqni to'ldirish uchun dinning manbasini inson qilib ko'rsatishga urinish mavjud. Halbuki bu xil urinish xarakterini olgan izohatlarning hammasida insonning dinni ixtiro qilish mumkinchiligini ifodalaydigan omillar borligi yoki dinning mavjudiyatining insonning foydasi doirasidagi bir ish ekanligi ilgari surilgan.
Ammo bundaq bir ahvolni insonning dinni ixtiro qilganligining tub sababi qilib ko'rsatishga kelsak, berilgan hech bir izohatning dinning manbasining rostla inson ekanligini isbotlashga yaramaydiganligida shak yo'qdir. Bo'libmi, Xudoning barligi kuchli dalillar bilan isbotlangan pokitlik bir masala sifatida aniq mavjud bo'lib turgan ekan, texmi shundaq. 3. Yuqorqi nuqtalar ilmiy jihatdanmi, mantiqiy jihatdanmi dinning manbasini insonga bog'lashning safsati ustiga qurilgan quruq da'vodan boshqa narsa emasligini kuchlantiradi. Yig'ib aytganda, mazkur temada kelgan dinning manbasini insonning ijodi qilib ko'rsatishga munosabat qarashlarning hammasi degudek ayni davr xristian dunyosining ilm-fanga qarshi yurgizgan vahshiylarcha bostirish va yo'lsizlarcha qarshi turishlarga qarata dinsiz faylasuf va jamiyatshunoslarning qaytargan bir turlik inkosi bo'lib, o'z navbatida buni diniy mavqening o'lini tavritishdan, shundaqla dinga bo'lgan asabiylarcha o'chmanlikdan kelib chiqqan ideya ko'rishining belgilik ifodasi deyishga bo'ladi. Xudoning mavjudiyatini chatga qaqishdagi bu qadar zo'riqishlarning hammasini ayni davr xristian dunyosining ilm-fan va uning ahliga qarshi turishidek oshqo'lligiga qarshi maydoniga kelgan yana bir turlik oshqo'llik hodisasi. Mundaqcha aytganda, zaharga zahar bilan taqobil turish usulining real natijasi deb qarash mumkin. Din taraqqiyotning mahsuli nomidagi safsatalar haqida mo'l tadqiqot tajribasiga ega akademik olimlar g'arb ideyallaridagi zidliklarga hamda ularning o'zlari da'vo qilishayotgan ilmiy o'lchamning aksi chiqarilgan yakun va xulosalariga qarata munosib javob va ilmiy raddiyalarni bergan bo'lib, ular yana dinning maydoniga kelishda nimani orqa ko'rinish qilganligi haqida eng to'g'ri javobni yanada dinning o'zidan bo'libmi, haqiqatligida shubha yo'q islom dinidan izlab ko'rishni tavsiya qiladi. Ana shu olimlardan biri qatorida professor doktor Muhammad Abdullah Daraz mundaq deydi. Ilm-fanni asos qilgan barliq tadqiqot va natijalarning hech biri bizga insonlarning tunji dini haqida qanoatlanarlik mukammal javobni bera olgani yo'q. Ammo ana shu qanoatni tepish istiqdikilar samaviy kitoblardan to'g'ri javobga erishishga niyat qildiganlar bo'lsa, Qur'oniy bayonlardan insonda yerlashgan tunji e'tiqodning Alloh tarafidan kelgan bir xudolik e'tiqod ekanligi haqida qanoatlanarlik javobga erisha oladi. Allah inson tabiatining bir qismi qilib yaratgan ushbu aqida faqat tabiatning mahsuli bo'lgan emas, balki bu aqida insonlar besib o'tgan turli taraqqiyot bosqichlarida izchil davomlashib kelgandir. Dini jihatdan xilma-xillashish va asli tabiatdan yuz o'rish hodislari bo'lsa, ana shu asli tabiat bo'yicha davomlashib mangan davrdan keyin barliqqa kelgan kelgunda hadislar bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. İnsanlar aslida bir dinda, ya'ni tavhid dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi, ya'ni dinlar ko'paydi. Yunus surasi 19-oyat. Ma'lumki, dinlar orasidagi ixtilof va uzluksiz davomlashib kelgan haq dindan yatlashish, ayrilib chiqish hodislari keyingi har avlod kishilarning o'zlari e'tiqod qilib kelgan dinni keyingilarga talqin qilish va ularga o'z e'tiqodini meros qoldirishdan barliqqa kelgan. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom bundoq degan: har qanday bir buvoq Allah yaratgan sab tabiati bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. Buxoriy 1358-hadis, Muslim 2658-hadis. Yuqorqi bayonlar qo'shilib, barliq samaviy kitoblar birdek shunga ittifoqki, tunji insonlar to'pi hissiyotning boshqarishiga taalluq qilinib, yetakchisiz va haqiqatni aslatib turg'uvchisi yo'q holatda tashlab qo'yilgan emas, balki ilohiy yetakchilik ular apriti bo'lgan tunji kundan boshlab vahiy nuri orqali ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish mas'uliyatini o'z ustiga olgan. İnsaniyat atisi Adam aleyhisselam bo'lsa, vahiy qabul qilgan buyuklarning tunjisi. Bir xudolik e'tiqodidagi mu'minlarning avvali va Allohga haqiqiy o'zini bag'ishlagan bandalarning birinchisi bo'lgan edi. Biz yuqorqi radiyallarning hammasidan din tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan g'arb tadqiqotchilarining o'zlari o'ttirg'i qo'ygan ilmiy metodga yetarlik rioya qilmaganligini, dinning manbasini izohlashda o'zlari ta'kidlab va tashabbus qilayotgan ilmiy o'lchamning talabiga uyg'un yakun chiqara olmaganligini, yanama ishkirliganda ularning qo'llangan metodining o'zida mas'ul borligini muayyanlashtira olamiz. Şunu bilan birga din taraqqiyotiga munosabatli ideyalarning aslida ma'lum jihatdan darwinizmchi dinsizlar da'vo qilishgan tadrijiy taraqqiyot nazariyasining kuchli ta'siriga uchraganligini ko'rib olamiz. Samaviy dinlar nazarida, bo'libmi islom dini nazarida din insonning ijodi sifatida bir xudolikdan taraqqiy qilgan yoki ko'p xudolikdan navbatdagi bir xudolik e'tiqodga taraqqiy qilish asosida insonlar tomonidan ijod qilingan narsa emas, balki
din insonni yaratgan va uni yer yuzining o'rinbosari qilib tayinlagan yaratquchi Alloh tarafidan insonning sog'lom tabiatiga o'rnatilgan ilohiy yaratishning natijasi bo'lib, dinning manbasi faqat vahiy, ya'ni vahiyning egisi bo'lgan Alloh taoladan iborat. Biz vahiyni chetga qoqqan holda o'tirg'a tashlangan boshqa qarashlarning hech birida bu vaqtdagi ilmiy hamda ishonchlik va qoyil qilinarli bayonlarning yo'qligiga qanoat keltirgan holda bu masalani faqat haqiqatni so'zlaydigan vahiyning mahsuli bo'lmish Qur'on va hadisning bayonlari orqali yo'ritib o'tamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan. Halbuki biz seni pok va muqaddas deb madhiyalaymiz dedi. Alloh: "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsani bilaman" dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e öğretti. Andan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Adamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rastchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar: "Seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan" dedi. Allah: "Ey Adam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin" dedi. Adam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Allah: "Men sizlarga osmonlardagi va zamindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turman, oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turman demaganmidim" dedi. O'z vaqtida farishtalarga Adamga sajda qilinglar dedi. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis sajda qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Adamga: "Ey Adam, sen xotining, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Shayton u ikkisini tayildirdi, ya'ni man'iy qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Adamga, Havvaga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajringlar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Adam Parvardigoridan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Alloh uning tavbasini qabul qildi. Alloh haqiqatan tavbani bakmi qabul qilguchidir, bandalariga nihoyat mehribondir. Ularga: "Hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch, g'am qayg'u bo'lmaydi" dedik. Baqara surasi 30-oyatdan 38-oyatlargacha. Yuqorqi oyatlarda Alloh taolo Adam alayhisalomni yer yuzining xalifasi qilib yaratganligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bu oyatlardan tuvandagidek xulosa olish mumkin. Birinchi, Allah Teala'nın Adam aleyhisselamni aql va ma'rifatda pishqan, to'liq yetilgan holatida yaratgan. Allah Teala'nın Adamga farishtalarga ta'lim bermagan shaylarning ismlaridan ta'lim berganligi, Adamning bu ta'limni qabul qilganligi va buni farishtalarga xabar qilganligi buning dalilidir. Ikkinchi, Allah Teala Adamni yer yuzining o'rinbosari, yer yuzini tavhid yo'li asosida adolat va haqqoniyat bilan idora qilguvchi qilib tayinlagan. Uchinchi, Allah Teala Adam va Havvoni yaratgandan tartib, ularni shar'iy taklif va mas'uliyat ahli qilib tayinlagan. Bu nuqta cheklangan mevani yeyishdan boshqa ishlarda Adam va uning juftining jannatda xohlagancha bahralanishiga Allohning ruxsat qilganligi haqidagi bayonlar ro'shan aks etgan. To'rtinchi, Adam va Havva o'z ahdlarini unutgandan keyin Allohning ularni jannatdan chiqarganligi hamda Allohning Adam va uning avlodlaridan yer yuzida Rabbini tunib, uning yer yuzida yo'lga qo'ygan shar'iyati, belgilamalari bo'yicha yashashni ishga oshirganlarni jannat bilan mukofotlaydiganligi, aksicha Allohdan yuz o'rib, uning haq yo'lini, tavhidini inkor qilguvchilarni do'zaxga mangu mahkum qildiganligi qatorliqlar haqida keskin bayonlar o'tirg'a qo'yilgan. 5. Dinning manbasining Allah ekanligi va tunji insonga vahyini, hidoyatni va tavhidni nazil qilganligi muayyanlashtirilgan. Chunki Adamning Xudoni tunigan holda yaratilishi va uning Allohdan ta'lim olish orqali bilim ma'rifatga erishganligining o'zi e'tiqod va dindorlikning uning tabiatida bor qilib yaratilganligiga dalildir. Allohning tuvandagi so'zi haqiqatan bu nuqtani ta'kidlaydi. Allah'ның diniga, yaratilmiş sap fitratga ergashganki, Allah insonlarni shu din bilan yaratgan. Allah'ның yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Rum surasi 30-oyat.
alloh taolo yana dastlabki insonlarning bir butun holda tavhid aqidasi bo'yicha yashaganligini, keyin tadrijiy holda mushriklik va boshqa ozg'un yo'llarga qadam bosish orqali barbara bir xudolik aqidasidan yiroqlashib, turli maslak iqimlarga, har xil dinlarga ayrilib ketganligi haqida alohida to'xtalgan. Bu nuqta tuvandagi oyatlarda ro'shan ifoda topgan bo'lib, alloh taolo mundaq deydi: insonlar aslida bir din, ya'ni tavhid dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi, ya'ni dinlar ko'paydi, butlarga cho'qinishdi. Parvardigorining oldin ala aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni tavhid dinidan boshqa dinga e'tiqod qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Yunus surasi 19-oyat. alloh taolo Qur'on Karimda yana payg'ambarlarni avatishdiki, kitoblarni nozil qilishdiki hikmati haqida to'xtalgan. alloh taolo bu vaqtdagi oyatlarda insonlarning aslida bir butun tavhid aqidasi bo'yicha bir dinga e'tiqod qilib yashagandan keyin barbara asldan uzoqlashib boshqa yo'llarga qadam olganligi haqida ozg'un va botil dinlarga agishib ketganligi uchun payg'ambarlarni ozg'unlikdan ogohlantiruvchi to'g'ri yo'lga qaytganlarga xush bishorat chiqarib avatganligini bayon qiladi. alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: insonlar dastlabda bir ummat, ya'ni haq dinda edi. Keyin ularning ba'zisi iymon aytib, ba'zisi iymon aytmay ixtilof qilishdi. alloh mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. alloh kishilarning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Baqara surasi 213-oyat. Tafsirshunoslardan Imom Abu Suud yuqorqi oyatlar haqida bergan tafsirida mundaq deydi: yuqorqi oyat tavhid aqidasining, jumladan islom dinining insonlarning qadimdan tartib o'z tabiatidan va shariatchilik nuqtasidan birdak e'tiqod qilib kelgan din ekanligi, sheriklik va shuningga tava har qaysi tarmoq din va aqidalarning bir turkum azg'unlar tarafidan ko'pchilikning tutgan yo'liga qarshi ulardan ayrilgan holda o'ydirib chiqarilgan jaholatdan iborat ekanligining bayonidir. Yuqorqi tafsir ko'pchilik islom olimlarining qarashi bo'lib, bu qarash yana tabiinlardan Qatada, Ikrama qatorliqlarning qarashi. Shundaqla sahobalardan Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan kelgan ikki xil rivoyatning birida kelgan qarashdir. Mazkur qarashning bayoni shuki, insonlar aslida Adam alayhisalomning vaqtidan toki Nuh alayhisalomning payg'ambarlik davriga qadar asrlar bo'yi Haq taolo tarafidan kelgan birli shariat bo'yicha yashab kelishgan edi. Keyin ular Nuhning davrida dinda ixtilof qilishdi. Shuning bilan Alloh Nuhni Adamdan keyin tunji payg'ambar sifatida avatdi. Ana shuningdan keyin boshqa payg'ambarlarmi bir-birlab avatilgan edi. Mana bular Qur'on Karim bayonlarining bir qismi. Hamda hadisning bu haqda nima deydiganligiga qarab baqayli. Hadis Qur'on Karimdan qolsa islom dinining ikkinchi manbasi bo'lish sifati bilan Qur'on Karimning yuqorqi bayonlarini ta'kidlaydi. Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: Agah bo'linglarki, Rabbim meni bugungi mushu kunda menga bildirgan narsalar orqali sizlar bilmaydigan ilmlardan ta'lim berishga buyurdi. Rabbim aytdi: shubhisizki, mening bandamga ato qilganlarim uning uchun haloldir. Shaksizki, men ularning hammasini to'g'ri aqidali qilib yaratganman. Ammo shaytonlar kelib ularni dindan chiqarib azdirdi. Mazkur sahih hadis mushu vaqtda kelgan eng ro'shan va aniq hadis bo'lib, hadisda insonlarning Adam ota davridan boshlab tavhid aqidasi bo'yicha yashab kelganligi, ammo ularning shaytonning orqasiga kirib haq yo'ldan ozganligi qayd qilingan. Mana bu bir xudolik to'g'ri e'tiqodning asos, keyingi ko'p xudolik va mushriklik hamda uning qarmaqidagi dinsizlikning to'g'ri yo'ldan qayib ketgan ozg'unlik ekanligini uqtirdi. Bu ma'noni yana har bir insonning aslida Allohni taniydigan to'g'ri ong va sog'lom fitrat bilan dunyoga kelganligi, ota-onasi va shunga o'xshash bir qator omillarning ta'sirida to'g'ri dindan burilish hodisasi kelib chiqadiganligi, fitratidagi burilishning u tug'ilgandan keyin yuz beradiganligi haqidagi buni sahih hadismi quvvatlaydi. Har qanday bir buvoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ota-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. Buxoriy 1358-hadis, Muslim 2658-hadis. Yuqorqi Qur'on va hadis bayonlariga binoan insonlarning aslida haq din ustida bir ummat bo'lib yashaganligi, ko'p xudolik aqidasi va boshqa variantlarning keyin paydo bo'lgan kelgunda narsalar ekanligi muqarrar. O'sha bu haqiqatga asosan yuqorida so'zlab o'tilgan aqliy va naqliy bayonlarning hammasi birdek dinning bosqichliq taraqqiy qilishidan barliq kelganligiga doir qarashlarning faqatla ilmiy asosi yo'qligini, uning faqatla bir turkum farazlar dovosidan iborat ekanligini muayyanlashtirdi.
Yuqorqilardan shunda xulosa chiqaramizki, Xudo to'g'risidagi aqida insonning asli tabiatida shaksiz mavjud. Sog'lom tabiat insonni o'zining yaratquchisi tomon yetaklaydi. Bu nuqtadan din insonlar taraqqiyotining mahsuli bo'lmasdan Allohning yaratishi va vahyisidan iborat. Dinning manbasining mohiyatda Xudo ekanligini muayyanlashtirib bo'lgan ekanmiz. Endi biz dinning insoniyat uchun har taraflama zarurligi, insoniyatning baxt saodat uchun din bo'lmasa bo'lmaydiganligi, ya'ni insoniyatning dinga muhtojligi qatorliq temalarni yoritib beramiz. Sajiya Islom tadqiqot markazi